Hammaga xayrli kech. Soat necha bo'ldi? 9 bo'ldi soat. Sizlarga o'tgan videomda aytgandim. Qanchadir ham soatlardan keyin postga yetib keldik. Postga kelmaganiga 4 yil bo'ldi. Oxirgi marta 2002-yilda kelgandim. Hozir ko'rsataman. Shunaqa hozir postdan o'tayotganimizda videoga olish mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun videoga qaranglar. Bu Tojikiston postining magazini ekan. Narxlarchi вообще taqimmat. Biz 6 minglik nonlarimiz 12 ming edi. Voy. Halakat. Non olyapmiz. Ko'taramiz. Posta o'tgandan keyin paxtacha degan mashhurroq shu kafe bor ekan, o'sha yerga kirganmiz. Video balki reelslarimga balki shortlarimga chiqar. Hozir kunimizni samon qildiramiz. Yomon emas. Lekin shunga odamlarga o'zi aytdi. Davlat emas, bilasanmi? Davlat emas, odamlarga o'zi musulmonchilik ko'chiga. Masalan, balki tojiklar tashlamaydi, boshqa davlatlar tashlaydi, lekin Samon. Balkim Instagramga ham qo'yarman buni. Storylarga. Shunaqa samon qilgan ekan do'stlar. Samonga ko'rsataman. Hammaga xayrli kech. Yetib keldik. Prosta yonimda odam ko'p. O'zim yuzimni olib, bunaqasiga gapirishga uyaldim. Shuning uchun hozir kechki payt yotyapmiz. Bu uyi sizlarga prosta yetib kelganimizda video olmoqchi edim. Lekin shuni prostani qilish uchun rasmga oldim. Xullas, hozir kechqurun uxlamoqchimiz. Shunga hech kim yo'qligi uchun bizga alohida xona ajratishdi. O'shda uxlayapmiz. Uxlamoqchimiz. Bu video sal kechroq chiqadi. Hammaga xayr.